MT Aql markazi 2021-yil Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirov tashabbusi bilan o'quv tadqiqotlari va tahlil markazi tashkil etildi. Markaz direktori Hamidova Nargiza Baxtiyorovna. Markazning asosiy maqsadi jamiyatimizdagi muammolar, partiya elektoratining xohish-istaklari va takliflaridan kelib chiqqan holda xalqaro mavjud qonunlarni o'rganish, aholining fikr-mulohazalarini o'rganib, qonun ijodkorligiga taklif berib borishdan iborat. Markaz 3 shubadan tashkil topgan. O'quvlarni tashkil etish va uslubiy ta'minot shubasi, partiyaviy tadqiqotlar va loyihalar bilan ishlash shubasi, jamoatchilik fikrini o'rganish va ijtimoiy tarmoqlar tahlili bilan ishlash shubasi. Markaz tomonidan hozirgi kunda faoliyat yo'lga qo'yilgan loyihalar: ekspertlar guruhi, jamoatchilik fikrini o'rganish, partiya dasturi takliflar ishlab chiqish, jamiyat hayotida muhim bo'lgan masalalar yuzasidan partiya pozitsiyasini shakllantirishga ko'maklashish, xodimlarning siyosiy bilimlarini oshirishga qaratilgan o'quvlarda hamkorlik qilish, siyosiy jarayonlar tahlil klubi, milliy va xalqaro siyosiy jarayonlarni mustaqil o'rganish va tahlil qilish, natijalardan kelib chiqqan holda takliflar tayyorlash faoliyati bilan shug'ullanadi. Klub a'zoligiga mustaqil o'rganuvchilar, sohaga qiziquvchilar va talaba yoshlar qabul qilinmoqda. Hozirgi kunga qadar o'quv tadqiqotlar tahlil markazi, Parlament tadqiqotlar instituti hamda progressiv islohotlar markazi bilan hamkorlikda memorandumlar imzoladi.